Afifaxonim, men qandoq chidayman bunga? Peshonaga bitilganini o'chirishga kimning qudrati yetibdi shu kunga qadar? Shu jahonga sulton bo'lsangizda foydasi yo'q. Taqdirimizga yozilganini ko'ramiz. Qanaqangi taqdir bo'ldi bu? Nima qildim men? Aybim nima? Gunohim nima? 1522-yilda tug'ildim. U kun saroyga quvonch emas, aksincha mahzunlik olib keldim. Ayniqsa onam Xurram sultonga. Chunki men shahzoda emasdim. Bir quchoq nurdek qiz tug'dingiz.